hattoki kolonkasi ham bor. Ryzen 9 9950X dan ko'ra ko'proq ball ko'rsatgan. Premiere Pro'ni gnat qilishi bu ham bor. Kompyuterlarni kullari, shaxsiy kompyuterlarniki mana bu kompyuter. Bir paytlar Mac biz uchun narxi juda ham qimmatli qilar edi. Lekin hozirgi kunda tezkor xotira va SSDlar narxi oshgani uchun qanaqadir Mac'larning narxi juda ham ixcham bo'lib qoldi desak, ya'ni qulay bo'lib qoldi desak bo'ladi. Bugun sizlarga Mac Mini'ni obzor qilamiz. Albatta bunga turli dasturlar, ya'ni montaj dasturlarini yozib ham tekshirib ko'ramiz. Ushbu narxga arziydimi, yo'qmi? Agar siz Windows ishlatadigan bo'lsangiz, Apple mahsulotlari yoqib qolsa, balki Apple ga ham o'tishingiz mumkin. Xo'p, qadoq tarkibi bilan tanishadigan bo'lsak, bizda o'zini bunaqangi kabel chiqadi. Boshida asmarda ko'rdinglar, qanaqa ko'rinishdaligini va eng oxirida pastida kichkinagina chiroyli qilib bunaqangi yo'riqnomasi bor. Bunaqangi chiroyli ko'rinishda qilishgan. Yo'riqnomasi. Korobkalarni chekkaga olib qo'yamiz unda. Bitta kabel mana shunaqangi ko'rinishda. Bu taraf esa ikkitalik, ya'ni perxodnik bilan biz ishlatishimiz kerak. Muhimi esa kabel uzunligi yaxshigina, ya'ni 1.8 metr. Usti o'sha to'qima ipga o'xshash stilda ishlangan. Mana shu kichkinagina kompyuter sizni shaxsiy kompyuterda nima ish qilsangiz, shularning barchasini amalga oshiradi. 4K montajda ikkita kamerani ham amalga oshirar ekan. Qoyil qolish kerak. Mac Mini bundan oldingi avlodlari ancha kattaroq edi. Birinchi taqdim qilingan, endi men tarixini gapirib o'tirmoqchi emasman. Hatto oldida diskovodi ham bo'lgan. Lekin hozirgi kunga kelib mana hattoki USB oddiy port ham yo'q, ya'ni oddiy USB-A port ham yo'q. USB portlari Type-C ga o'tgan va juda ham chiroyli hamdaqangi ko'rinishda ishlangan. E'tibor beringlar dizayniga. Juda ham chiroyli. Apple o'zini bir noodatiy chiroyli dizayniga ega va eng muhimi esa rangini mana shunaqangi haqiqiy alyuminiyni o'zini rangidagi qilgani uchun ana seri juda ham chiroyli chiqqan. Xuddi bir paytlardagi menga iPhone 6slarni eslatib yubormoqda korpusi. Meni qo'limdagi bu eng bazaviy variant hisoblanadi, ya'ni narxi $600, operativka 16, 10 yadrli. SSD 256 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 512, 1 tera, 2 tera qilishimiz mumkin. Operativkani ham qo'shib borishimiz mumkin, lekin qo'shib borgan sari narxlari o'zgarib boradi. Bu narxlarni sal turib gaplashamiz. Eng aytmoqchi bo'lganim, birinchisi dizayni juda ham chiroyli va go'zal qilib ishlangan va oldingi Mac Mini'larning xatosini to'g'rilagan tarzda oldiga bu safar ikkita Type-C USB ham qoldirishgan. Bu oddiy Type-C USB hisoblanadi. 10 gigabit sekundgacha axborotlarni qabul qilishi yoki uzatishi mumkin va yonida naushnik uchun 3.5 mm shu mini jack mavjud. Mana bu bizda o'zi oldi qismi. Orqa qismida esa ko'rishimiz mumkin pitaniya uchun porti, yonida o'sha internet uchun porti, ya'ni kabel orqali ulamoqchi bo'lsangiz va muhimi hech bo'lmasa HDMI tashib ketishibdi. 3 ta e'tibor beringlar. Type-C Thunderbolt 4 texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydigan USB-si bor desa bo'ladi, ya'ni Type-C ko'rinishdagi ishlash tezligi 40 gigabit sekund hisoblanadi Thunderbolt 4. Agar sizlarda buni M4 Pro versiyasi bo'ladigan bo'lsa, sizda Thunderbolt 5 bo'ladi va unda ishlash tezligi 120 gigabit sekund. Juda ham chiroyli, zo'r ko'rindi. Hammasi joy-joyida, nimadir yetishmayotgandek ko'rinyapti. Keyin e'tibor bersam, o'chirib yoqish knopkasi hech qayerda ko'rinmayapti. E'tibor beringlar. Mana uni pastki qismiga joylashtirishgan ekan mana. Mana bu qismi o'zi orqada turadi. Sizlarga ko'rinib turgan qismi mana uni pastki qismida joylashtirishgan knopkasi. To'g'risini aytsam, men bu knopkani haqiqiy minus deb o'ylaydim. Har safar qo'lni ko'tarib, hamda qilib qo'yamanmi yoki kimlardir umuman chekkaroq joyga qo'yib qo'yishi mumkin. Umuman noqulay-ku deb. Keyin bilsam, o'zi odatda Mac ishlatuvchilar bir oyda, hatto 2-3 oyda bir marta o'chirishar ekan. Ularda ko'proq uyqu, ya'ni spyashi rejimda turar ekan. Biz ana Windowsga o'xshab, spyashi rejimga qo'yib qo'ysanglar, notebooklarni ertalab tursanglar o'chib qolgan bo'lmasa ekan, hattoki bir kun tursa ham 2%, 1% zaryadkasi ketar ekan MacBooklarda. Ushbu Mac Mini ham xuddi shunga moslashgan ekan, ya'ni o'chirmaysiz, shunchaki spyashi rejimga qo'yib qo'yasiz, bemalol 6-7 oylab ishlatganlar ham bor ekan internetdan, ya'ni umuman o'chirmasdan.
Mana bu juda ham zo'r operatsion tizimga ega ekanligidan dalolat beradi, ya'ni Windowsdan farqli jihati. Umuman olganda dizayni bunaqangi kvadrat ko'rinishda ishlangan, 12.7 adashmasa 12.7 ga 12.7 sm ko'rinishdagi kvadrat. Taxmin qilib ko'ringlar, bu nimani o'lchami. Qaranglar. Mana bu shaxsiy kompyuterlar uchun chiqqan Ryzen 7 prosessorini korobkasi va bu shu bizning Mac Mini, bu to'laqonli kompyuter, bu kichkina shaxsiy kompyuter bitta prosessorning korobkasi, ya'ni kullari bilan mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Lekin buning ichida hatto blok tanasidan ichiga joylashtirib yuborishgan, ya'ni blok tanasi ham ichida mana shu kichkinagina gavdasining ichiga hatto mana pastki qismida kullerlarni joylashtirishgan, ya'ni markaziy o'rtada bitta kuller bor, ya'ni mana orqa qismidan havoni chiqarib yuboradi, ya'ni oldi qismidan havoni oladigan bo'lsa, issiq havoni aynan mana shu orqa qismidan, ya'ni pastdan chiqaradi va kamiga mana shu kichkina gavdasiga ichiga kolonka ham joylashtirishgan. Kolonkasini testini ham hali videoni oxirigacha ko'rsanglar ko'rib olishingiz mumkin, yoki oddiygina misol uchun shaxsiy kompyuterlarning kulleri bor. O'lchami farqini qaranglar. Mana bu oddiy 120 mm lik kompyuterlarning kulleri, shaxsiy kompyuterlarniki, mana bu kompyuter. Mana farqi ko'rasizlar. Juda ham kulgili. Dizayn jihatdan aytishim kerak bo'lgani, Mac Mini'ga respekt. Dizayni juda ham zo'r. Ana endi ushbu Mac Mini'ni Windowsda qaysi kompyuterga o'zi narxi bo'yicha to'g'ri keladi, o'zi buni kuchi Windowsdagi qaysi kompyuterdan yaxshiroq degan savolga javob beramiz. Counter 2 da ham test natijasini ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari Premiere DaVinci da ham biz ishlatib ko'rdik. M4 10 yadrli prosessor hisoblanadi. Qolaversa GPU ham bizda 10 yadr va bulardan ham tashqari sun'iy intellekt uchun ham 16 ta yadr bor. Garchi bu Apple'da yaxshi ishlamayotgan bo'lsa ham 16 ta yadr qo'shib qo'yishgan. 10 yadrli prosessor bizda ikki xil ko'rinishda, ya'ni 4 tasi P-core, ya'ni asosiy kuchga ega bo'lgan prosessor hisoblanadi, ya'ni eng katta og'ir ishlarni qiluvchi, va 6 ta E-core bor. Ya'ni bunday qilib aytganda juda ham yengil bo'lgan ishlari, ofis ishlari kabi ishlarni qilishga mo'ljallangan, ya'ni 4 ta P-core, 6 ta E-core. Ya'ni GPU video karta esa 10 yadrli hisoblanadi. Buni endi sal turib Geekbench'da test qilganmiz. Buni o'zingizlar ko'rasizlar va DaVinci Premiere Pro qolaversa o'yinlardagi test natijalarini ham sal turib ko'rishingiz mumkin. Tezkor xotira, ya'ni operativka bizda 16 gigabayt hisoblanadi. 16 operativka to'rqa montaj uchun kam emasmi deyishga shoshilmang, sababi aynan Apple M prosessorlarida o'zgacha texnologiya qo'llanishgan, ya'ni Unified Memory, yagona xotira. Ya'ni video karta ham, tezkor xotira ham o'rtada yagona bo'lgan xotirani ishlatishadi. Shu sabab ma'lumot uzatayotgan paytda bunga ko'chirib o'tirish uchun qo'shimcha vaqt talab qilmaydi, kamroq qiziydi degani, kechikish juda ham qisqa vaqt va qolaversa energiya samaradorligi ham ancha yuqori bo'ladi. Ichi ochilgan holatda ko'radigan bo'lsak, o'z yagonagina prosessor bor. Bu prosessor ham o'zini ichini qiladi, prosessor ham operativkani, ham video karta, ya'ni mana shunaqangi bitta kichkina prosessorga mujassamlashgan va aynan shu sabab ham hozirgi kunda shaxsiy kompyuterlarda SSD operativkalar narxi oshib ketgan hisobiga narxlar o'zgargan bo'lsa ham, Mac mahsulotlarida, ya'ni mana shu Mac Mini'lar narxiga o'zgarish bermadi. Ma'lumot uchun aytaman, shaxsiy kompyuter, ya'ni domashniy kompyuterlarda prosessor alohida, operativka alohida, video karta alohida bo'ladi. Shu sabab bundan bunga ma'lumot o'tayotgan paytda baribir kechikish bo'ladi. Video kartasi 10 yadrli bo'lgani uchun ham hattoki Mac Mini shunaqa kichkina bo'lishiga qaramasdan tandem OLED monitorlarni qo'llab-quvvatlay oladi va sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Bir vaqtda nechta monitor ulash mumkin? Bir vaqtda siz aynan Mac Miniga 3 ta monitorgacha ulashingiz mumkin. Bundan ikkitasi 6K hatto qo'llab-quvvatlaydi va bitta 5K. Agar uchalasini ham 6K ishlatmoqchi bo'lsangiz, unda M4 Pro prosessorli variantini xarid qilishingizga to'g'ri keladi. iPhone'larda bo'lgani singari ushbu Mac Mini'da ham promotion texnologiyasi bor, ya'ni ishlar kamroq bo'lgan payt 10 Hz gacha tushishi mumkin. Yuqoriroq ishlayotgan paytingizda, endi monitoringizda shunaqa Hz bo'lsa, ya'ni 120 Hz gacha ko'tarilishi mumkin. Mana shu kichkinagina gavdasiga qaramasdan, hattoki kolonkasi ham bor. Aytishim kerak, bu kolonkasi bilan bemalol maza qilib ishlatasizlar deyolmayman, lekin YouTube, kino, darslik ko'rish, ya'ni kundalik hayotda foydalanish uchun yetarli bo'lgan, muhim ozgina bo'lsa ham basiga ega bo'lgan kolonkasi mavjud. Undan tashqari Wi-Fi 6E texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi va Bluetooth 5.3 bilan ham jihozlangan.
kolonkasini o'zini ovozini eshitib ko'ringlar. V joylashtirilgan, ya'ni Victus oilasi vakilligini bildirish uchun aytgancha ushbu notebook HP kompaniyasi tomonidan o'zi ishlab chiqarilgan. Victus buni naqangi kichkina govdasiga nisbatan menimcha juda ham yaxshi. Endi MacBook Air yoki Pro'larga qaraganda albatta kolonka sifati pastroq, lekin ancha-muncha hozirgi kundagi $600-700 notebooklarnikidan ko'ra sifatliroq. Ana endi ushbu Mac Mini Windowsdan qaysi shaxsiy kompyuterga kuchi to'g'ri keladi? Protsessorimiz bizda M4 4 ta Picor, 6 ta E-core, i5 13600 ga to'g'ri keladi. Kuch jihatdan solishtiradigan bo'lsak, Ryzen'dan esa Ryzen 5 7500F ga, ya'ni aynan bundan zo'r yoki bundan-da yaxshiroq deya olmayman. Ya'ni kuch jihatdan solishtiradigan bo'lsak, shunga to'g'ri keladi. Video kartasi esa 10 yadrli GPU ga ega bo'lgani uchun bizda taxminan har xil ishda har xil ko'rsatkich beradi. Misol uchun, o'yinlarda bir RTX 5050 ga o'xshab ishlasa, video montaj, ya'ni DaVinci Premiere Pro'larda esa xuddi RTX 3060 ga o'xshash bizga effekt bersa, 3D ishlatgan paytingizda RTX 4060 kabi bizda ishlab berar ekan, ya'ni video kartasi. Endi SSD'si buniki odatiy o'sha kompyuterlar singari 3000 megabayt sekundda ishlovchi, ya'ni megabit sekund emas, 3000 megabayt sekundda ishlovchi SSD ga ega 256 gigabayt. Endi bu Windowsdagi ham xuddi shunaqa demoqchiman. Ya'ni 256 gigabaytda. Muhimi esa Thunderbolt 4 orqali ulagan paytingizda, ya'ni SSD ni kengaytirish uchun bemalol 1 tera, 2 teralab SSD larni ulab ishlatsanglar bo'ladi. O'zi Mac Mini ni 256 va 512 gigalikni orasida $200 farq bor. $200 ga esa siz 2 terali qo'shimcha SSD ni ulab ishlatsanglar bo'ladi. 512 yaxshimi? 2 tera. Albatta bu sizlarning xohishinglar. O'zi 256 dasturlarni o'rnatish uchungina yetadigan hisoblanadi. Apple o'zini marketingi, ya'ni iCloudni sotib olishga majbur qilmoqda yoki mana ko'proq to'lab 512 taligini xarid qil degan ma'noda. Muhimi esa bizda esa Type-C o'sha Thunderbolt 4 bo'lgani uchun SSDlarni ham yuqori tezlikda ishlatishimiz mumkin. Agar keyinchalik men sotib olib, misol uchun bu Windowsga o'xshagan emas, sotib olib men o'zim xohlagan payt kuchaytiraman, ichini almashtiraman desanglar, buni iloji yo'q. Buni faqatgina almashtirish mumkin bo'lgan qismi bu SSDsi hisoblanadi, lekin bu ham oddiy M2 emas. Apple bu joyini ham o'ylagan, ya'ni uni almashtirmoqchi bo'lsangiz, aynan Apple o'zining standarti bo'yicha SSD ni almashtirishingiz kerak. Undan ko'ra shu olayotgan paytda to'g'ridan-to'g'ri 512 taligini olib qo'yish sizga qulayroq yechimga tushadi, chunki baribir buni ichini ochish kerak, uni payka qilish kerak. YouTube'da bu haqida videolarni ko'rib olsanglar bo'ladi. Endi xitoyliklar baribir yo'lini qilishadi. Lekin undan ko'ra qo'shimcha SSDdan tinchgina ulab ishlatganinglar yaxshi, ya'ni o'zi garantiyasi buzilmasligi uchun ham. Hattoki prosessorimiz single core da Ryzen 9 9950X dan ko'ra ko'proq ball ko'rsatgan. To'g'ri, multi-core da kamroq ko'rsatadi. Taxminan mana shu grafik orqali o'zingizlar ko'rib olishinglar mumkin qaysi prosessorlarga to'g'ri kelishini, lekin single core bunda juda ham yuqori. Single core va multi core bu nima degani? Single core bu bitta yadro tezligi hisoblansa, multi core bu barcha yadrolarni bir vaqtda ishlash tezligi degani. Single core yaxshiligi sizga nima ustunlik beradi? Bu brauzerlar yoki fayllarni tezroq ochish imkoniyatini yoki Photoshop kabi grafik dasturlarda tezroq ishlash imkoniyatini beradi. Shuning uchun ham dasturlash, internetda o'tirish, ofis ishlariga eng tezkor kompyuter turi desak bo'ladi. Mac Mini'ni minus jihatlari bilan tanishadigan bo'lsak, hamma o'ylaydi, Mac juda ham yaxshi ishlaydi, Windowsga qaraganda qotmaydi. Yo'q, qotishlar Mac Mini'da ham bor. Premiere Pro'ni gnat qilishi butda ham bor. Ishlab turgan paytingizda o'zini-o'zi qotib qoladi va hech qanaqangi knopkalar ishlamaydi. Shunaqa paytda albatta o'chirib yoqish kerak bo'ladi. Internetda bu narsa ko'rayotgan paytingizda shunchaki pastga olgan paytingizda ekranda qolib ketishlari, ya'ni baribir qotish holatlari bo'lib turadi, ya'ni umuman qotmaydi degani emas. Windows bilan solishtirsak, albatta 2-3 barobar qotishlari, stabil ishlashi bu juda yaxshi, lekin baribir qotish jihatlari bor. Va uchinchisi, men o'rgana olmaganim bu mishka hisoblanadi. Sabab men pastga tushish uchun pastni scrolllock aylantirardim, tepaga esa tepa. Nimaga unaqa deyapman? Bunga sabab Mac Mini'da bu jarayon teskari. Pastga tushishim tepaga ko'tarishim kerak, tepaga chiqish uchun pastga tushirish kerak. Aynan mana shu Apple mahsulotlarini 10 yildan oshiqroq ishlatib yuradigan bolalardan so'rasam, asosan touchpadda ishlashga moslashgan ekan. Buni ham alohida touchpad sotiladi. Ya'ni maza qilib ishlatmoqchi bo'lsanglar,
touchpadini xarid qilib ishlatganingiz ma'qul. Ya'ni juda ham ko'plab barmoq harakatlari, ya'ni bu dasturdan bu dasturga o'tishlari shunaqangi touchpadda boshqarish qulay ekan. Mishka bilan ishlatishga, moslashishga hamchani bir oycha vaqt ketadi. Xo'p, men uchun oxirgi minus deyishim mumkin, ya'ni hech qanaqangi USB porti mavjud emasligi. Ya'ni buni xarid qilganingizdan keyin albatta bitta qo'shimcha hab sotib olishinglar kerak. Klaviatura, mishka nima ulamoqchi bo'lsangiz, o'sha habga ulab, o'sha habba keyin orqasidagi Thunderbolt Tor portiga ulashinglar kerak bo'ladi. Lekin tan olish kerak, $600 atrofida shaxsiy kompyuter yig'sanglar, uni orqasida platada Thunderbolt 4-chi portda bo'lmaydi. Buni bitta dona mana shu portni o'ziga bir nechta o'nlab USB-lar, qurilmalar, hatto telefonlarni ulab zaryadga qilsanglar ham bo'ladi. Ana endi $600 atrofida Windowsdan qanaqa kompyuter yig'sak bo'ladi, bu bilan qanaqa solishtirsak bo'ladi deb biroz o'yladim va bitta shunaqa kompyuter yig'ilib, shu bilan solishtirdik. Ya'ni buni narxi, ya'ni $600 atrofida hozirgi kunda shaxsiy kompyuter endi operativ SSDlar oshgani uchun yig'ish mumkin bo'lgan variant hozirgi kunda i5 12400F protsessor, budjetliroq bo'lishi kerak, H610 plata, Wi-Fi bor. Undan keyin tezkor xotiramiz bizda DDR4 3200 MHz da ishlaydigan, doimiy xotiraga 512 GB NVMe SSD, video karta GTX 1660 Super. Mana shu taxminan $590-600 atrofida bo'ladi. Ya'ni barchasini yangisini yig'sak va aynan ushbu Mac Mini'mizga $600 atrofidagi mana shu kompyuter raqobatdosh hisoblanadi. Undan tashqari zborkada 600 wattli blokdan, mana chiroyli hozirgi kunda hammaga yoqadigan mini kichkinagina o'sha akvarium keysga yig'ilgan kompyuter bilan solishtiramiz. Ana endi Mac'imiz aynan Counter-2dagi test natijasini ko'rishimiz mumkin. O'rtacha Full HD da 60-70 FPS o'ynashinglar mumkin yoki boshqa testlar kerak bo'lsa YouTube'ga kirib test natijalarini o'zingizlar ko'rib olsanglar ham bo'ladi, lekin u Counter-2ni unutmanglar, to'g'ridan-to'g'ri o'ynatib bo'lmaydi. O'zi orada maxsus dasturlar orqali o'rnatilib test qilindi. Mana o'zingizlar natijasini ko'rishingiz mumkin yoki bizani o'sha boya tavsiya qilayotgan i5 12400F GTX 1660 Superli Windows kompyuteri bizda eng kamida o'sha 240-250 FPS da, mana 70-80 FPS yoki 240-250. Ya'ni xulosa qilib aytadigan bo'lsam, Mac Mini bu o'yin uchun mo'ljallangan kompyuter emas desak bo'ladi. O'yin o'ynasa bo'ladi, lekin aynan o'yin uchun mo'ljallanmagan. Sizga anaqangi chiroyli akvarium keyslar kerak bo'lsa, ya'ni chiroyli ko'rinish kerak bo'lsa, ko'proq FPS, ya'ni mazaq o'yinlar o'ynamoqchi bo'lsangiz, albatta hali ham Windows siz uchun yaxshi variant. Mac Mini asosan ofis ishlari, hisob-kitob, SMM va hozirgi kundagi media va 3D soha vakillariga to'g'ri keladigan kompyuter hisoblanadi. Ya'ni hozircha Apple protsessorlari, ya'ni kompyuterlari o'yin uchun mo'ljallanmagan hozircha, lekin yildan yilga lekin bu ham ancha o'sib, rivojlanib kelmoqda. Balki bir kun kelib barcha sohada eng zo'ri Apple mahsulotlari bo'lishi mumkin. Ana endi to'g'ridan-to'g'ri boyga o'sha kompyuter bilan solishtiradigan bo'lsak, Mac Mini bizda single core da 3000, ya'ni 3885 ball yig'gan bo'lsa, multi core da 14992 ball yig'gan. Bizni i5 12400F kompyuterimiz 2312 single core da 9757 multi core da ball yig'gan. Lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan bizani hop Mac Mini'miz video kartasi ana Geekbench test qilganimizda 38029 yig'gan bo'lsa, lekin bizani oddiy GTX 1660 Super esa 64920 ball yig'gan. Ya'ni deyarli 2 barobarga yaqin farq bor. Va buni o'yinlarda ham biz his qilib ko'rdik va DaVinci dasturida. Ya'ni ikkalasiga ham biz DaVinci 20 dasturini o'rnatdik. Ikkalasida ham 4K 25 FPS 60 bitrate'da olingan videolarni olib kirib, ya'ni faqat qirqib ulash ishlarini amalga oshirdik va uni 4K 25 40 bitrate'ga qo'yib sahrayd qildik. Qaysi biri tezroq qildi deb o'ylaysizlar? Mana Mac qiladi deb o'yladim, lekin mana shu joyda bizani kompyuterimiz tezroq eksport qildi. Mac Mini 4 minut 19 sekundda saqlagan bo'lsa, aynan ushbu videoni Windowsda dahshatli ko'rsatkich bo'ldi. Ya'ni 1 minut 38 sekund bundan bilsak bo'ladiki, DaVinci'da video karta ko'proq ishlaydi. Boyagi Geekbench'da bekorga GTX 1660 Super mana bu turgan 10 yadrli video kartasidan kuchli bo'lib chiqmaganini bu isboti. Ana undan keyin yana xuddi shu videoni 10 minutli 4K 25 60 bitrate'li videoni Premiere Pro'ga olib kirdik. Ikkalasida yana qaytadan test qilib ko'rdik. DaVinci'da ham, Premiere'da ham Mac'da qanaqadir stabillik bor. Misol uchun DaVinci'da 4 minut 19 sekundda qilgan bo'lsa, Premiere Pro'da xuddi shu videoni 4 minut 21 sekundda bizga saqlab bergan bo'lsa, Windowsda esa bu dahshatli ko'rsatkich 9 minut 18 sekund. Windowsda Premiere Pro 2 baravar sekinroq
saqladi. Ya'ni Premiere Pro ishlatmoqchi bo'lsangiz, Mac Mini sizlarga juda ham zo'r variant ekan. Haqiqatan 2 barobar tezroq ishlamoqda Premiere Pro Windowsga qaraganda. Lekin DaVinci esa baribir Windows operatsion sistemasidagi o'sha oddiygina i5 12400F, GTX 1660 Superda yaxshiroq ishlamoqda. Lekin DaVinci uchun xarid qilmoqchi bo'lsangiz ham bemalol bo'ladi. Menimcha bu test sizga ancha ma'lumot berdi deb o'ylayman. Ya'ni qaysi dasturda qancha vaqtda render qilgani. Ana endi shu kichkinagina Mac Mini'mizni boshqa Mac'lar bilan solishtiradigan bo'lsak, misol uchun M2 Pro MacBook olgandan ko'ra yoki bundan oldingi chiqqan Mac Mini'ni olgandan ko'ra albatta buni olgan ancha yaxshiroq single core'da ham, multi core'da ham ancha muncha kuchli. Yoki siz shunchaki uyda o'tirib freelance qilasiz, montaj, grafika bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, siz MacBook olganingizdan ko'ra aynan shu kuchga ega bo'lgan MacBooklarning narxi 1200 atrofida turadi. Siz 1200 ga 30 ga buni olsangiz, yana $200 ga yaxshi qilib turib, mishka, kolonkalar bilan olsangiz bo'ladi va qolayotgan oradagi $300-400 ga hattoki 27 tali 4K monitorni ham qo'shib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. 14 diagonaldagi MacBookda montaj yoki grafika bilan shug'ullangandan ko'ra 27 tali ekran xarid qilib qo'shimchasiga ushbu Mac Mini'ga ulab ishlatganingiz yaxshi. Agar kommentariyada siz shunaqa fikr qoldirsangiz, aynan Mac'lar bilan yaxshi ishlaydigan top 5 monitorlar haqida video qilamiz. Albatta bu monitorlar Edge kompyuter do'konlarida mavjud. Ya'ni borib keladigan ish emas, bitta joyda o'tirib ishlaydigan bo'lsangiz, Mac Mini sotib olishga siz uchun, ish uchun va ofis ishlari uchun arziydi. Qolaversa 3D soha vakili bo'lsangiz ham boshlang'ich darajada o'rganish va ishlash uchun ham ushbu Mac Mini sizga yetarli. Shunchaki Mac olamiga kirib keta olsangiz, zo'r tanlov deyishim mumkin. Ya'ni stabillik jihatdan Windowsdan ancha ustunroq. Agar siz Windows foydalanuvchisi bo'lsangiz, darrov Mac'ga o'tib qolmang. 1-2 oy Windows yonida Mac'ni ishlatib yurib, ya'ni ozgina qo'lni kelishtirib, tushunib olgandan keyin Mac'ga o'tishingiz tarafdorman. Chunki birdaniga Mac'ga o'tib, uni ishlata olmasdan yana qaytib Windowsga o'tganlar ancha ko'p. Ana endi Mac Mini haqida men yakuniy xulosamni aytadigan bo'lsam, dizayni, tashqi ko'rinishi, qulayliklariga shunchaki gap yo'q demoqchi. Mana shunaqangi kichkina kompyuterga shuncha qurilmalarni ixcham qilib sig'dirishgani va shunaqangi katta kompyuterga qarshi bugun jang qilgani tahsinga sazovor. Ya'ni umumiy olganda kuchi teng desak bo'ladi. Misol uchun bu o'yin uchun bo'lmaydi va qaysidir ma'noda 3D bilan keyinchalik shug'ullanishga, kuchaytirish masalalar muammo bo'lgani uchun shu taraflama yutqizishi mumkin. Lekin Windowsdan ustun taraflari bunaqangi chiroyli kichkina ixcham ko'rinishda ekanligi, ovozsiz ishlashi, Thunderbolt portlariga ega ekanligi, ham ko'tarib yurishga ham qulay o'tib-o'tga olib bormoqchi bo'lsanglar, shu taraflama ustun va eng muhimi, o'sha montajda Adobe dasturlari bilan Mac mahsulotlari aniq yaxshi ishlashini yana bir karra biz guvohi bo'ldik. Siz nima qilgan bo'lardingiz deb so'raydigan bo'lsangiz, agar men Apple ishlatuvchi inson bo'lganda, ya'ni iPhone ishlatganimda to'g'ridan-to'g'ri aynan Mac Mini'ni xarid qilgan bo'lardim. Ham montaj uchun ham, ofis uchun ham, hattoki iPhone'da o'sha simsiz web kamera qilib ishlatishingiz mumkin. Bunaqangi juda ham ko'p qulay funksiyalari bor. Ya'ni Apple o'zining ekosistemasi juda ham zo'r ishlangan. Agar siz Windows ishlatib Mac o'tmoqchi bo'lsangiz, albatta men sizga Mac Mini'ni birinchi bo'lib olishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Narxi qimmat emas, o'zingiz uchun olib ishlatib ko'rasizlar. Yo'qsa keyin to'laqonli katta Mac studiolarga o'tib ketishingiz mumkin. Yo'qmasa, katta pul minus qilgandan ko'ra ishlatib ko'rasizlar. Hattoki buni keyinchalik sotish ham o'z narxini tezda tushirib yubormaydigan mahsulot hisoblanadi. Mabodo sizga yoqmay qolgan taqdirda. Lekin shaxsan o'zimga ham obzor paytida juda yoqib qoldi. Keyinchalikka aynan bitta mana shunaqangi Mac'ni studiyaga qo'yib qo'yishni o'zim uchun reja qilib qo'ydim. Videoni ko'rayotganlar orasida Mac Mini ishlatuvchilar bo'lsa, marhamat kommentariyaga qanchadan beri ishlatayotganingiz, nima ish uchun olganingizni yozib qoldirsangiz, bu albatta bizga ham qolganlarga ham ancha qiziqarli ma'lumot bo'lgan bo'lar edi. Marhamat, Mac yoqqan bo'lsa, xarid qilishinglar mumkin. Do'kon manzilini esa videoni pastida qoldiramiz, bemalol xarid qilishinglar mumkin.